Parvardigor, duolarimizni qabul et. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarma. Sen bizga berganing bilan sening mulking, azamating kamaymaydi, Parvardigor. Sendan ko'p narsani so'ramaymiz. Faqat sendan sobit iymonni so'raymiz. O'zingga bo'lgan muhabbatni so'raymiz va bu muhabbatning badaliga sening ham muhabbatingni so'raymiz. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Parvardigor, bu oyda qiladigan ibodatlarimizni qabul et. Duolarimizni ijobat ayla. Ramazonga qadar insonmiz, bandangmiz, qulingmiz. Gunoh qildik, xato qildik, isyon qildik, tug'yonga bordik. Parvardigor, o'zing kechirgin. Bilib bilmasdan qilgan xatolarimizni mag'firat ayla. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Bizlarni deb xatokor bo'lgan, ibodatlarda kamchiliklarga yo'l qo'ygan otamizni, onamizni jannat ahlidan qilgin. O'tgan bo'lsalar rahmat aylagin, hayot bo'lsalar umr bergin, iymon bergin. Kasbi korda, ishda, mehnatda yurgan yigitlarimizni ishlariga barakot bergin. Bu tabarruk yurt, ulug' zamin, allomalar yurti bo'lmish jonajon vatanimizga Parvardigor yaxshiligingni, nuring, barakotingni yog'dirgin. Xalqimizni iymoni, e'tiqodini, ma'rifatini ziyoda qilgin. Bo'layotgan yaxshiliklarni Parvardigor qabul etgin. Bundan-da yaxshiliklar, fayzi barakot xalqimizni boshida saodatli damlarni ko'paytirib bergin. Parvardigor, xonadonlarimizni nuring, rahmating bilan ziynatlagin. Qalbimizni poklagin, vujudimizni poklagin. Ramazondan, onadan yangi tug'ilgandek gunohlarimizdan forig' bo'lib, oy yuzli mo'minlar bo'lib chiqishligimizni barchamizga nasib et. Azizlar, barchalarning qadamiylarga hasanot, umriylar ziyoda bo'lsin. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar